Assalomu alaykum hammaga. Mana o'zimizni molimizni tortib, navasimizni tortib ko'rsatib beryapmiz. Bez reshetkali tarozlarda tortish jarayonlari. Shunaqa tarozlar ishlab chiqaramiz. Mol taroz, qo'y taroz, mashina tarozlar, har qanday tarozlar ishlab chiqaramiz. Bu navasimiz 1 yoshi 1 oylik. Xudo xohlasa 431 kg. Ikkovining o'rtasida 3 kunlik farqi bor. Shunda 1 kilo raznica qilyapti. Nariginasi kattaroqda. 3 kunlik. 1 yoshi 1 oylik. Lak bosishga arziydimi, arzimaydimi? Navasimiz ko'rinish holatlari. Kimgadir shunaqa tarozlar yasash xizmati kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Bizni manzil Namangan viloyati Pok tumani. E'tiborlaring uchun hammaga rahmat.